Birisinden de ne kadar çıkış yasagan İptaş Musim'de aytıp gitti. Bizning Buyuk Vatan soğuşundan da 2 martaba soqqaroq oldu. O'zinchalik so'g'ish bo'ldi, turli fikrlar bo'ldi. Lekin birgina atyanida, birgina anda umrim bergan bizning rayondoshimizning da aybi yo'q, ular o'zimizning ilimizdan shu vaqtda dushmanlardan saqlar uchun o'zlarining turmushini shu yerda qoldirdilar. Rayonimizga 6 grad qaytardik biz inshaalloh. Qaytqach bizning 19 afg'on veteranimiz yaptı dünyadan ketib qoldi. Bugun endi 67 rayondoshimiz, veteranimiz rayonimizda yashab keldi, xizmat qildi. Albatta biz ular bilan tig'izilimtada hammalarining o'zlarining sovetida bek aktiv ishlab keladi deb aytira kerak. Surga bek rahmat. Sur yetakchiligida doimiy ravishda mana shu kunlardagi ular ondan artıq onga yaqin qanchaga istalikli taqalar kiritdilar. Hem bu zor javobli missiyanalar Buyuk Jinning 73 yılına xatli ishlab bitirgan deb va'da beradilar. Albatta zor ish, zor voqea. Shunga ko'ra da u mana yerda bizning o'sib kelishi bolalarimiz da qatnashadi. Qizlar, yigitlar, ular bilga tish. Endi sig'ishim Tümül afg'onchilar bizning kim narsa uchun sug'ish borgan kunda shu o'ta bizning Chechnya so'shunda da umrim bergan rayondoshlarimiz bor. Ularni da biz shu vaqtdan turg'at yishdik. Munzur voqea bo'ldi Navjimi parkında afg'onchilar bizning maydonchaga borib keldi. Ularning taqtalarin qo'yib, barar o'rin bor, iska olan o'rin bor. Atilari, anilari, tuganlari, opalari, singlilari, abilari kelatirgan o'rin bor. Ham bizning o'sib kelishi yosh bo'lining kelib ko'ratirgan o'rini bor. Narsa aytasimiz kelar. Respublika yetakchiligida bu yo'nalishda o'zidan turganini ishli ko'rib turasizlar. Bizning so'g'ish veteranlarimiz sanoqligina qoldi. Buyuk Vatan so'g'ishi veteranlari turida so'z bor. Ular rayonda 15 veteran qoldi. Birisini aytganda veteran afg'on so'g'ishi veteranlarına da bu turoq yurtlar bo'yicha bizning problemalar bor edi. 2005-yilga qadar nima degan kimlar uchatqa bosgan degan so'z bor edi. So'nggi vaqtda mana bizning butun afg'on so'g'ishida qatnashgan veteranlarning da turoq shartlarini yaxshilatib bo'yicha bizdan informatsiya ola boshladilar. Shulay bo'lgach bu programmalarda bizning kelajakda bo'ladigan ishonchimiz bor. Shunga ko'ra aytasim kelar. Endi ko'psiz psixologiyatdan yaralar kechirdiz. Shu vaqtda bir ko'p turmush og'riqlarini ko'rdingiz. Alqaytqashda jigingina bormadi. Birisini aytganda ko'pimizning yozmishi. Shunga ko'ra esaning bo'lg'ayasin. Salomatlik bersin sizga. Bir-biringiz bilan ilm-tani yo'qotmisha. Alloh qabringizni shu yerda shu rayonimizda sizlar bilan birga motor etib o'tkazgan. Bizning endi bu yil yubiley yili bo'lgan qaramasdan biz endi tegishli darajada o'tkazgan deb turishdik. Shu vaqtda bo'lgan bizning sport yarashlari bo'lacak. Ko'plarida biz ko'rsatganlar hozirladi. Buni ko'ra dostoyni biz bugun afg'onchilar kuni belgilab o'tkazgan deb sizlar bilan jinoaldik. Buni ham endi biz maktablarda ijod o'zagindagi kishi motorona kishi ashirashu bo'ldi. Setlarda bir ko'p yoqtirdilar. Mana aytasimiz kelar. Biz baribir har bir o'zimizning rayondoshimizga, yurakda bolalarimizga borib yetarga tiyish. Ko'rasizmi Yevropadan edi. Anti propaganda bor, Buyuk Vatan so'g'ishini keyin qaraydi bo'lishi. Ko'z oldinada ketmasligi yo'l. Biz o'skanda agarda shu darajada siylasalar, Buyuk Vatan so'g'ishida Sovetlar Soyuzining rolini shu qadar tushuntirmasiz bo'lsa, bizning boshimizga da siymasi. Hozir shuni kiri boshdan kirisincha sizlarga matashalar mumkindir. Shunga ko'ra biz durustini yetkazgan tiyish. Birgina bunday siyosiy voqealarni da, istalik voqealarni da bo'laygina o'tkazib yuborgan tiyishdi. Pressaga ham bir qavat murojaat etib, motor etib berish kerak bo'lsa, shin barlar bilan, shin kishi yozmishlari bilan, shin kishi biografiyasi bilan. Tam bir qavat bayram bilan sizni eson-omon bo'lib hammamizga